Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Tibbiy jihozlarni sinovdan o'tkazish va kalibrlash malaka oshirish kursini 6-darsini boshlaymiz. 6-ma'ruza kalibrlash uskunalari va asboblari deb nomlanadi. Xo'p, kalibrlash uskunasi tibbiy asboblar kabi o'lchov vositalarini sinash va sozlash va to'g'riligini tasdiqlash uchun mo'ljallangan maxsus asboblar va asboblar to'plamidir. O'lchovlarning aniqligi va ishonchliligini ta'minlashda asosiy rol o'ynaydi. Bu ayniqsa tibbiy amaliyotda muhim ahamiyatga ega. Bu yerda hatto kichik og'ishlar noto'g'ri diagnostika va davolash qarorlariga olib kelishi mumkin. Kalibrlash uskunasidan foydalanish tibbiy asboblarning belgilangan standartlar va spetsifikatsiyalariga muvofiq ishlashini ta'minlaydi, xavflarni minimallashtiradi va bemor xavfsizligini ta'minlaydi. Kalibrlash uskunalari turlari. Kalibrlash uskunalari o'lchanadigan miqdorlarning tabiati va qo'llanilishi sohasiga qarab bir necha asosiy turlarga bo'linadi. Birinchisi mexanik kalibrlash uskunalari. Bular og'irliklar, bosim, kalibratorlari va boshqa mexanik qurilmalarni o'z ichiga oladi. Massa, bosim va kuch kabi jismoniy parametrlarni o'lchaydigan asboblarni kalibrlash uchun ishlatiladi. Ikkinchisi elektron kalibrlash uskunalari. Kalibratorlar, oqim, chastota va vaqt kalibratorlarini o'z ichiga oladi. Elektr parametrlarini o'lchaydigan elektron qurilmalarni nozik sozlash uchun ishlatiladi. Uchinchisi optik kalibrlash uskunalari, lazer kalibratorlari va interferometrlarni o'z ichiga oladi. Mikroskoplar va lazer qurilmalari kabi optik tizimlar va asboblarni kalibrlash uchun ishlatiladi. Ushbu turdagi uskunalar tibbiyotning turli sohalarida o'lchovlarning yuqori aniqligi va ishonchliligini ta'minlaydi, asboblarning xalqaro standartlar va qoidalarga muvofiqligini ta'minlashga yordam beradi. Kalibrlash uskunalari turlari. Birinchisi mexanik, buni aytib o'tdik. Bunga misollar tarozi toshlari, bosim kalibratorlari. Qo'llanish sohasi massa bosim kuchini o'lchash uchun asboblarni kalibrlash, masalan, termometrlar, tarozilar va shu kabi nimalar. Ikkinchisi elektron. Misol uchun, kuchlanish, chastota va tok kalibratorlari. Qo'llanish sohalari esa elektr parametrlarini o'lchaydigan asboblarni kalibrlash, masalan, yurak monitorlari, defibrilyatorlar va hokazo. Uchinchisi esa optik. Lazer kalibratorlari bunga misol bo'lishi mumkin. Interferometrlar. Qo'llanish sohasi esa optik tizimlar va asboblarni kalibrlash, masalan, mikroskoplar, lazerlar va shu kabi nimalar. Kalibrlash uskunasining asosiy turlari kuchlanish va tok kalibratorlari. Ushbu kalibratorlar kuchlanish, oqim va qarshilik kabi elektr parametrlarni aniq o'lchashni ta'minlaydi. Ular elektrokardiograflar yoki defibrilyatorlar kabi elektr signallarini kuzatishda yuqori aniqlikni talab qiluvchi tibbiy asboblarda keng qo'llaniladi. Ikkinchisi esa bosim kalibratorlari. Ushbu qurilmalar turli tibbiy tizimlardagi bosimni o'lchaydi va nazorat qiladi. Masalan, ventilyatorlar va qon bosimini monitorlari. Bosim kalibratorlari bosimning aniq ko'rsatkichlariga bog'liq bo'lgan asboblarni aniq sozlash uchun juda ham zarur hisoblanadi. Uchinchisi, chastota va vaqt kalibratorlari. Ushbu kalibratorlar aniq chastota va vaqt oralig'ini o'lchashni ta'minlaydi. Bu ultratovush skanerlari va yurak monitorlari kabi, ya'ni patsiyat monitorlar kabi yuqori chastotali signallardan foydalanadigan asboblar uchun ayniqsa juda ham muhimdir. To'rtinchisi, mexanik kalibratorlar, masalan, massa va kuch kabi jismoniy parametrlarni o'lchaydigan qurilmalarni kalibrlash uchun ishlatiladi. Masalan, tarozilar, qon bosimi monitorlari, mexanik kalibratorlar jismoniy o'zaro ta'sirlarga bog'liq bo'lgan aniq o'lchovlarni ta'minlaydi. Kalibrlash protseduralari. Tibbiy asboblarni kalibrlash jarayoni aniq va ishonchli o'lchovlarni ta'minlashga qaratilgan bir necha asosiy bosqichlarni o'z ichiga oladi. Ushbu bosqichlarda kalibrlash qanday amalga oshirilganligi va qanday protseduralar qo'llanilishi batafsil tavsiflanadi. Kalibrlash uchun tayyorgarlik. Sinov ostidagi kalibrlash uskunasi va moslamasini tayyorlashni o'z ichiga oladi. Bu uskunaning ish holatini tekshirish, kontaktlarni tozalash, kerakli parametrlarni sozlash va kerakli atrof muhit sharoitlarini, masalan, harorat, namlik o'rnatishni o'z ichiga olishi mumkin. Ushbu bosqichda shuningdek qo'llaniladigan kalibrlash usullari va standartlari bo'yicha kelishib olish kerak bo'lishi mumkin. Etalon qiymatlarni o'rnatish. Kalibrator asbobni kalibrlash uchun foydalaniladigan mos yozuvlar qiymatlarini yaratadi yoki o'lchaydi.
Ushbu qiymatlar ushbu turdagi tibbiy asboblar uchun belgilangan standartlarga mos kelishi kerak. Ma'lumot qiymatlari to'g'ri va barqaror bo'lishi juda muhim hisoblanadi, chunki sinovdan o'tkazilayotgan qurilmani sozlash ularga bog'liq. Taqqoslash va sozlash. Kalibrlashdan o'tgan asbob kalibrator tomonidan yaratilgan mos yozuvlar qiymatlari bilan tekshiriladi. O'lchangan va mos yozuvlar qiymatlari o'rtasidagi har qanday og'ishlar qayd etiladi. Agar kerak bo'lsa, qurilma aniqlangan og'ishlarni bartaraf etish uchun sozlanadi. Ushbu bosqich konfiguratsiyani, alohida komponentlarni kalibrlashni yoki qurilmani to'liq qayta dasturlashni o'z ichiga olishi mumkin. Natijalarni hujjatlashtirish. Barcha kalibrlash natijalari diqqat bilan hujjatlashtirilgan, hisobot, mos yozuvlar qiymatlari, o'lchangan qiymatlar, jarayon davomida qilingan har qanday tuzatishlar va yakuniy natijalarni o'z ichiga oladi. Hujjatlar kuzatuvni ta'minlash va asbobning tartibga soluvchi standartlarga javob berish uchun to'g'ri sozlanganligi tasdiqlash uchun muhimdir. Yakuniy sinov va tekshirish. Barcha sozlashlar amalga oshirilgandan so'ng, qurilma barcha talablar va standartlarga javob berishini ta'minlash uchun yakuniy sinovdan o'tadi. Ushbu sinov asbobning barqarorligi va aniqligini ta'minlash uchun bir xil parametrlarni bir necha marta o'lchashni o'z ichiga olishi mumkin. Kalibrlash uskunalari sohasida taniqli brendlar. Kalibrlash uskunalari sohasida tibbiy asboblarni kalibrlash uchun yuqori sifatli va ishonchli vositalarni taklif qiluvchi bir nechta taniqli brendlar mavjud. Ushbu brendlar innovatsion texnologiya, aniqlik va mahsulotlarning mustahkamligi tufayli o'zlarini isbotladilar. Birinchisi Fluke Biomedical, ya'ni Fluke Biomedical tibbiy asboblar uchun kalibrlash uskunalarini ishlab chiqaruvchi yetakchi kompaniyalardan biri hisoblanadi. Kompaniya keng turdagi mahsulotlarni, jumladan kuchlanish, oqim, bosim va boshqa maxsus qurilmalar uchun kalibratorlarni taklif etadi. Ommabop modellar orasida bosimni kalibrlash uchun Fluke 750P kuchlanish va oqim signallarini o'lchash va kalibrlash uchun Fluke 190 seriyasi va tibbiy asboblarning elektr xavfsizligini tekshirish uchun SA 620 elektr xavfsizligi analizatori kiradi. Ikkinchisi Tektronix. Tektronix o'zining yuqori aniqlikdagi o'lchov asboblari va kalibratorlari bilan mashhur bo'lib, ular tibbiyot va boshqa yuqori texnologiyali sohalarda keng qo'llaniladi. Tektronix 4050 va Tektronix 5000 seriyali oscillograflar, yurak monitorlari va defibrilyatorlar kabi murakkab tibbiy asboblardagi signallarni kalibrlash uchun ishlatiladi. Uchinchisi esa Vika tibbiyot sanoatida keng qo'llaniladigan bosim va harorat kalibratorlarini ishlab chiqarishga ixtisoslashgan. Vika SPH 7000 va Vika SPT 6100 qon bosimi monitorlari, ventilyatorlar va aniq bosim o'lchovlariga bog'liq bo'lgan boshqa qurilmalarni aniq kalibrlash uchun ishlatiladigan eng keng tarqalgan modellardan biridir. To'rtinchisi Gedrock hozirda Baker Hughes tarkibiga kiradi. Kalibrlash uskunalari bo'yicha dunyodagi yetakchi ishlab chiqaruvchilardan biri bo'lib, bosim kalibratorlari va ko'p parametrli kalibratorlarga ixtisoslashgan. Gedrock DPI 620 ko'p funksiyali kalibratorlar bo'lib, bosim, harorat va elektr parametrlarini aniq o'lchashni talab qiluvchi tibbiy asboblarni kalibrlash uchun keng qo'llaniladi. Beshinchisi esa Ametek turli sohalar, jumladan tibbiyot uchun kalibrlash uskunalarining keng assortimentini taklif etadi. Ularning mahsulotlari yuqori aniqlik va chidamlilik bilan mashhur. Ametek Jofra inkubatorlar va sovuq xonalar kabi haroratga sezgir asboblarni nozik sozlash uchun ishlatiladigan bir qator harorat kalibratorlari turkumiga kiradi. Qo'llash misollari va amaliy tadqiqotlar. Tibbiy asboblarni kalibrlash diagnostika aniqligi va bemor xavfsizligini ta'minlash uchun juda ham muhimdir. Tibbiy amaliyotda har xil turdagi kalibrlash uskunalaridan foydalanishni ko'rsatadigan bir nechta misollarni ko'rib chiqaylik. O'pkaning sun'iy ventilyatsiyasi IVL qurilmasini kalibrlash. Katta kasalxonada uskunalar muntazam tekshiruvdan o'tmoqda va ventilyator bemorlarning o'pkalarida havo oqimi va bosimini aniq nazorat qilishni ta'minlash uchun kalibrlashni talab qiladi. Fluke 750P bosim kalibratori ventilyatorning bosim yetkazib berish aniqligini tekshirish va sozlash uchun ishlatilgan.
Kalibrator mos yozuvlar bosimini yaratdi va ko'rsatkichlar asbob ko'rsatkichlari bilan taqqoslandi. Kichkina og'ishlar aniqlangandan so'ng qurilma kerakli aniqlik standartlariga javob berishni ta'minlash uchun kalibrlangan. Natijada mexanik ventilyatsiyaga ulangan bemorlarga havoning aniq miqdori kafolatlangan. Bu esa noto'g'ri shamollatish bilan bog'liq xavflarni oldini oldi. Ikkinchisi hayotiy belgilar monitorlarini kalibrlash. Ya'ni patsient monitori, bemor monitori haqida gaplashamiz. Reanimatsiya bo'limida qon bosimi, yurak urish tezligi va qon kislorod darajasini o'lchaydigan monitorlarni kalibrlash kerak edi. Yechim Gedruk DPI 620 ko'p funksiyali kalibrator monitor tomonidan o'lchangan turli parametrlarning aniqligini sinash va sozlash uchun ishlatilgan. Kalibrator barcha parametrlar uchun mos yozuvlar signallarini aniq o'lchadi va yaratdi. Shu jumladan elektrokardiogrammalar uchun kuchlanish va qon bosimini o'lchash uchun bosim. Natijada og'ishlar bartaraf etildi va monitorlar aniq va ishonchli ma'lumotlarni ko'rsata boshladi. Bu esa bemor monitoringini yaxshiladi. Uchinchisi, tibbiy muzlatgichlar uchun termometrlarni kalibrlash. Laboratoriya vaksinalarini saqlash uchun ishlatiladigan tibbiy muzlatgichlarga o'rnatilgan termometrlarni kalibrlash zarur edi. Bu esa haroratni qattiq nazorat qilishni talab qiladi. Yechimda termometrlarni nozik sozlash uchun Ametek Jofra harorat kalibratoridan foydalanilgan. Kalibrator muzlatgich ishlaydigan harorat oralig'ini tekshirdi va termometr ko'rsatkichlarini mos yozuvlar qiymatlariga, ya'ni etalonlarga moslashtirdi. Natijada muzlatgichlar vaksinalarni xavfsiz saqlash va buzilishining oldini olish uchun aniq harorat sharoitlarida saqlab turdi. To'rtinchi misol defibrillatorlardan kalibrlash. Defibrillator kalibrovkasi. Kardiologiya bo'limi yurak ritmini tiklash uchun ishlatiladigan defibrillatorning to'g'ri ishlashini va aniq zarba qiymatlarini yaratishni ta'minlash kerak edi. Yechimida esa defibrillatorning zarba kuchini sinash va sozlash uchun Tektronix 5000 ossillografi ishlatilgan. Kalibrlash qurilmalarini xavfsiz va samarali ishlatish uchun kerakli amper va kuchlanish hosil qilishni ta'minlangan. Natijada barcha defibrillatorlar kalibrlangan va aritmiya bilan og'rigan bemorlarga ishonchli yordam ko'rsatuvini favqulodda vaziyatlarda foydalanishga tayyor deb baholagan. Beshinchi misol infuzion nasoslarni kalibrlash. Jarrohlik bo'limida bemorlarga dori-darmonlar oqimini tartibga soluvchi infuzion nasoslarni sinovdan o'tkazish va kalibrlash kerak edi. Muhandislar VK SPT 6100 dan nasoslar ishlab chiqaradigan suyuqlikning bosimi va oqim tezligini sinab ko'rish uchun foydalanganlar. Kalibrator aniq bosim qiymatlarini o'lchash va nasoslarni kerakli tezlik va hajmda dori-darmonlarni yetkazib beradigan tarzda sozlash imkonini berdi. Natijada bemorlar dori-darmonlarning to'g'ri dozasini oldilar. Bu esa ayniqsa uzoq muddatli operatsiyalar paytida dozani oshirib yuborish yoki kam dozalash xavfini kamaytiradi. Kalibrlash uskunalari va asboblari tibbiy asboblarning aniqligi, ishonchliligini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Ularning to'g'ri tanlanishi va ishlatilishi diagnostika, davolash sifati va bemorning xavfsizligiga bevosita ta'sir qiladi. Mana ushbu jihatlarning muhimligini ta'kidlaydigan asosiy omillar. Birinchisi aniqlik va ishonchlilik. Kalibrator tibbiy asboblarni o'rnatish va sinovdan o'tkazish uchun ishlatiladigan aniq mos yozuvlar qiymatlarini beradi. Bu ventilyatorlar, hayotiy belgilar monitorlari va defibrillatorlar kabi qurilmalar uchun juda muhim. Bu yerda hatto eng kichik og'ish ham bemor salomatligi uchun jiddiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Ikkinchisi standartlarga muvofiqligi. Kalibrlash uskunasidan foydalanish tibbiy asboblarning ISO 13485, ISO 14971 va IEC 60601 kabi xalqaro va milliy standartlarga muvofiqligini ta'minlashga yordam beradi. Bu nafaqat tibbiy yordam sifatini oshiradi, balki me'yoriy talablarga muvofiqligini ham ta'minlaydi. Xatarlarni minimallashtirish, asboblarni to'g'ri kalibrlash noto'g'ri klinik qarorlarga olib keladigan o'lchov xatolarining xavfini kamaytiradi. Kalibratorlar aniqlikni saqlashga va tibbiy asbob uskunalarning noto'g'ri ishlashi bilan bog'liq potensial xavflarning oldini olishga yordam beradi. Uskunaning xizmat qilish muddatini uzaytirish, kalibrlash uskunasidan muntazam foydalanish tibbiy asboblarning ishlashidagi og'ishlarni o'z vaqtida aniqlash va bartaraf etish imkonini beradi.
Bu ularning xizmat qilish muddatini uzaytirish va ta'minlash va almashtirish xarajatlarini kamaytirishga yordam beradi. Beshinchisi, iqtisodiy samaradorlik. Sifatli kalibratorlarga sarmoya kiritish, ulardan to'g'ri foydalanish, sog'liqni saqlash muassasalariga o'lchov xatolarining oqibatlarini bartaraf etish va shikastlangan uskunani almashtirish bilan bog'liq xarajatlardan qochish imkonini beradi. Bu kalibratorlardan foydalanishni iqtisodiy jihatdan samarali yechimga aylantiradi. Oltinchisi esa bemorning ishonchini oshirish. Bemorlar va tibbiyot xodimlari agar ular sifatli asbob-uskunalar yordamida muntazam ravishda kalibrlangan bo'lsa, tibbiy asboblarning aniqligi va ishonchligiga ishonch hosil qilishlari mumkin bo'ladi. Bu ishonch tibbiyot amaliyotida muhim jihatdir. Tibbiy asboblarni kalibrlash, tibbiy asbob-uskunalarning aniqligi va xavfsizligini ta'minlash uchun zamonaviy tibbiy amaliyotning ajralmas qismidir. Muntazam kalibrlashsiz tibbiy asboblar kerakli aniqlik bilan ishlashini ta'minlash mumkin emas. Bu bemorlarning tashxisi va davolashiga ta'sir qilishi mumkin. Sifatli kalibrlash uskunalari va asboblaridan foydalanish sog'liqni saqlash muassasalariga yuqori aniqlik va ishonchlilik standartlarini saqlab qolish, xalqaro tartibga solish talablariga javob berish va o'lchash xatolari bilan bog'liq xavflarni minimallashtirish imkonini beradi. Oxir-oqibat bu nafaqat tibbiy asboblarning ishlash muddatini uzaytirish va resurslarni tejashga yordam beradi, balki bemorlarning taqdim etilayotgan tibbiy xizmatlarga ishonchini mustahkamlaydi. 6-darsimiz ham tamom bo'ldi. E'tiboringiz uchun katta rahmat.